Barchaga Tek Profit do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun bizda 26-mart 11:47 O'zbekiston vaqti bilan va tilida ko'rib turganimizdek narx harakati o'tgan kungi minimumga tushib berdi. Minimum deganda bizni zonamiz bo'yicha D1 time frame'da hozir men sizlarga ko'rsataman. Bundan oldingi prognozda sal qanaqadir joyi ovoz olinmay qolgan ekan, shuning uchun o'chirib yuborgandim. Tak, D1 time frame'da o'tgan kungi analizimiz bo'yicha ajoyib tarzda o'xshab bergan, lekin ko'rib turganimizdek bizda 3500 zonagacha qaytib bergan. To'g'ri, bu yoqda nimagadir 2 gacha ko'rsatmoqda. Bizda 3000 gacha tushish haqida ma'lumot berilgan. Tepadagi dumiga keladigan bo'lsak, dumi biza chizgan joyimizdan 30 pips balandroq edi. Tak, kechangi kungi prognoz esa 25-martdagi bo'lmadi. Biz umumiy hisobda sel kutayotganimiz haqida sizlarga aytdik, lekin prognoz bo'lmadi. Maxsus kanalimizda albatta ishlab oldik bu yoqda. Keyingisida lekin bu zonada ham ko'rib turgan bo'lsanglar, o'sha 35lik zonamizda ishlab berdi. Agarda umumiy prognozlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, sizlar oxirgi 4-5 ta prognozni birdaniga ko'radigan bo'lsanglar, sizlarda tushuncha ortadi. Xo'sh, bugun nima qilishimiz mumkin? Xo'p. Kerakli narsalarni o'chiramiz. 1 soatlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, bizda hozir zonalar bor. Bizning harakatimiz yana selga harakatlanishga kuch yig'moqda. Bizda ba'zi zona bor edi. Kecha maxsus kanalimizda uni ham berdik. 13 bilan 16 oralig'ida. Bugun ham xuddi shu zonalardan reaksiya olib ketdi. Hozirda narx 3025 da. Tak. Narx harakati keyin bizda hozirda prognoz bo'yicha bu zonadan qaytib bergan bo'lsa, tak. Mana shu zonalardan qaytishi kerak bo'ladi. Bizda o'sha 3 kun oldin olingan prognozda, ya'ni 2 kunlikini birdaniga olgan kunimiz, ya'ni 17-18-kunlardagi prognozdagi ideyada turamiz. Yomon til aylanib ketdi. Hali beri uxlaganim yo'q. Bozor analiz qilib savdolarni amalga oshirdim. Tak. Hozirda mana shu zonadan bizda qiziqish zonasi bo'ladi selga va avvalambor har doim aytganimdek, biza bilan ishlamoqchimisizlar, ya'ni bizani prognozga ochmoqchimisizlar, har doim ishlash kerak bo'ladi. Ya'ni siz agarda bir marta kiradigan bo'lsangiz, aynan minusli vaqtga to'g'ri kelib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun balansni bo'lib olishingiz kerak bo'ladi va bo'lib olganingizdan keyin savdolarni bo'lib ochasiz. Eslatma, har doim balansingiz eng kamida 30 ta minusli сделкаga yetsin, o'shanda siz bora-bora oy oxirida daromadga chiqishga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Xulosaga keladigan bo'lsak, nechida bu bozor harakatlanishi mumkin? Hozir men sizlarga aytaman. Albatta bizga indikator kerak bo'ladi. Men ishlatadiganim mana bu. Sessiyani ko'rsatib beradigan indikator. Albatta London sessiyasida biza London sessiyasini yarim qismlarida biza selga qiziqish ko'rishimiz mumkin. London sessiyasida kirishi bilan oqishini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni London kirgandan keyin tak 18:00 gacha ketadigan bo'lsa, yo'q 22:00 gacha. Tak. Aynan mana shu zonalar ichida ehtimoli bor, baribir teparoqga chiqib, so'ng pastga harakatlanishiga ehtimoli bor. London New York qo'shilgandan keyin esa juda yaxshi impulslarni kutamiz. Albatta kanalimizda ma'lumot beramiz. Biz hali ham sell pozitsiyasini kutmoqdamiz, lekin zonasi hozircha noaniq. Agarda siz kuchliroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, oxirgi 3 ta videoni ko'rishni maslahat beraman. O'shanda sizga umumiy tushuncha keladi. Bo'lmasa, ko'rishguncha keyingi prognozda.